بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ey Muhammed, seni butlarga çoqunuşqa ündügüçi kuffarlarga aytqinki, ey kafirlar, sizlar çoqunuyotgan butlarga men çoqunmayman. Sizlarmı men ibodat qilayotgan Allohga ibodat qilmaysizlar. Sizlar çoqungan butlarga mening çoqunğunim yo'q. Sizlarningmi men ibodat qilgan Allohga ibodat qilganinglar yo'q. Sizlarning dininglar o'zinglar uchun, mening dinimmi o'zim uchun.